Muborak Qurbon hayiti munosabati bilan muhtaram yurtboshimizning O'zbekiston xalqiga Qurbon hayiti tabrigi, bayram quvonchiga quvonch, xalqimiz qalbiga surur ato etdi. Bugun ona yurtimizdan 15 mingdan ziyoda haj amallarini ado etish uchun borgan hojilarimizning quvonchlari cheksiz. Muhtaram yurtboshimiz Shayx Muftiy hazratlari bilan suhbatlashib, hojilarimizning hollaridan xabar oldilar. Ularning sog'ligi haqida so'radilar. Albatta, bu barcha hojilarimizni, barcha yurtdoshlarimizni quvontirdi va ularni ana shunday ulug' yurtda yashayotganliklaridan mamnun ekanliklarini bildirdi. Va shu hojilar orasida muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan 100 nafar prezident hojilik maqomiga erishdi. Ular ham shu onda Makka-i Mukarramada haj amallarini ado etar ekanlar. Yurtimizni, xalqimizni, muhtaram yurtboshimizning haqlariga duolar qildilar. Zero Makka va hamda Mino, Arafot, Muzdalifalarda qilingan duolar ijobatdir. Prezident hojilarning orasidan 7 nafar Buxoro viloyatidan hojilarning borligi ham albatta barcha buxoroliklarni xursand etdi. Ular orasida olimlar, olimlarning oilalari va hamda mehnat egalari bo'lgan insonlar borligidan hamma ham quvondi. Alloh taolo hojilarimizning hajlarini qabul aylasin. Zero Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam mabrur hajning mukofoti jannatdan boshqa narsa emas deganlar. Ana shunday mukofot bilan mukofotlanib kelayotgan ham yurtlarimizning barchalarining hajlarini Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Bunday ulug' ayyomlarni, Qurbon kunlarini fayzu baraka bilan o'tkazmoqlikni Alloh taolo barchamizga nasib aylasin. Aziz yurtdoshlar, siz azizlarni Qurbon hayiti bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Qutlug' ayyomlar arafasida el yurtimizning ko'nglini ko'tarish, ularga chinakam bayram shukuhini ulashish davlatimiz siyosatining go'zal an'anasiga aylandi. Shu kunlarda butun dunyo musulmonlari qatori o'zbekistonlik ziyoratchilar ham Saudiya Arabistonda muborak haj amallarini katta ixlos bilan bajarmoqdalar. Ayni bayram kunlarida muhtaram prezidentimizning muqaddas zaminda bo'lib turgan hojilarimizning ahvoli bilan qiziqqanlari barchamizga faxr bag'ishladi. Davlatimiz rahbari Saudiya Arabistondagi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazarov hazratlari bilan telefon orqali bog'lanib, u yerdagi yurtdoshlarimizning salomatligi, ularga yaratilgan sharoitlar haqida shaxsan axborot oldilar. So'ng muftiy hazratlari orqali barcha o'zbekistonlik hojilarga o'zlarining samimiy salomlarini va hayit tabriklarini yetkazdilar. Bu yilgi haj mavsumining eng quvonchli, eng tarixiy voqealardan biri muhtaram prezidentimizning bevosita tashabbuslari bilan yurtimiz bo'yicha 100 nafar e'tiborga loyiq fuqarolarimizning haj safariga yuborilgani bo'ldi. Mana shu 100 nafar baxtli prezident hojilari qatorida bizning Surxondaryo viloyatimizdan ham 7 nafar prezident hojilari bor. Ularning ko'zlaridagi quvonch yoshlari yurtboshimizga, davlatimizga bo'lgan cheksiz minnatdorchiligi til bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajada ulug'dir. Muhtaram aziz yurtdoshlar, xalqimizni birdamligiga, millatlar aro totuvlik va hamjihatligimizga ko'z tegmasin. Xonadonlarimizda fayzu baraka, farzandlar kamoli va to'ylar shodonligi aslo arimasin.